Aziz qadrdonlar, bizni kuzatayotganlar, barchangizga sog'lik, salomatlik, avvalo hamroh bo'lsin. Ayni paytda mana shu iyun oyida bizni tomosha qilasizlar. Iyun oyida demoqchiman. Demak, Kattaqo'rg'ondan qadrdon do'stimiz Xushovoz xonanda Hajon Zobir tashrif buyurgan va shu o'rinda bir oy mobaynida har juma 21:15 da oqshomlar ko'rsatuvini tomosha qilasiz. Qaysi kanal deysizmi? Mahalla telekanalida. Va tomosha qiling, juda ham qiziqarli suhbatlar va dil tortar musiqalarni, qo'shiqlarni ham eshitasiz. Aqajon tomonidan ijro qilingan. Ko'rsatuv juda ham fayzli o'tdi. Chunki jamoaviy tashrif buyurdingiz va shu tashrif uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ijodda hech qachon aytdim. Ajoyib taklif uchun ham sizlarga rahmat. Masalbek aka, ijodlaringizga va shu mahalla telekanalini barcha ijodiy jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana ertalabdan buyon bir necha syomkalar bo'ldi. Juda ham mamnun bo'ldik. Bizga shunday e'tibor berib taklif qilganlari uchun o'ylaymanki, bu takliflaringiz davomiy bo'ladi degan umiddaman. Albatta, biz o'zi asosiy maqsadimiz ham shu, o'sha respublikada ijod qilayotgan jamoaviy san'atkorlarni taklif qilamiz har doim. Agarda ayni do'stimizni sahifasida shunday ijodkorlar bo'lsa, bizga aloqaga chiqing, biz albatta telefonlashib, diydorlashib, suhbatlashib olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bravo!